Litva mehnat bozori haqida umumiy ma'lumot. Ishsizlik darajasi 6-7% atrofida. Quruvchilarga, payvandchilarga, oshpazlarga talab bor. Ammo malakali mutaxassislarga doim ish topish imkoniyati bor. Litvadagi ayrim soha mutaxassislarining soatiga qancha topish haqidagi ma'lumot. Litva mehnat bozori haqida umumiy ma'lumot. Litva dinamik rivojlanayotgan iqtisodiyoti yuqori davlat hisoblanadi. Sanoatning asosiy tarmoqlari ishlab chiqarish, qurilish, logistika, moliya, axborot texnologiyalari. Ishsizlik darajasi 6-7% atrofida. Ammo malakali mutaxassislarga doim ish topish imkoniyati bor. Litvada doimiy ravishda malakali haydovchilarga, quruvchilarga, payvandchilarga, oshpazlarga talab bor. Litvada ishlash niyati bo'lgan hamyurtlarimizga ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchimiz. Agarda siz o'zingiz mustaqil ravishda Litvadan ish qidirsangiz yoki bironta bandlik agentligiga borib hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan joylarni aytib o'tmoqchiman. Ya'ni oylik masalasida. Butun Yevropada, nafaqat Litvada netto va brutto tushunchasi bor. Oylik o'sha job offerda mehnat tasnifida o'zi umuman oylik haqida ma'lumot berilganda brutto yoki nettoligiga e'tibor bering. Netto bu nalogdan tashqari, ya'ni soliqdan tashqari bo'lgan toza qo'lingizga oladigan pulingiz. Deylik, ishlab chiqarish xodimlari nettoda oylik oladigan bo'lsa, bu 1040 yevro atrofida bo'ladi. Agarda uni ustidan brutto shaklida bo'ladigan bo'lsa, ustidan 38% qo'yadigan bo'lsak, taxminan 1,5 yevro atrofida bo'ladi. Ya'ni agarda sizga oylikni 1,5 yevro bruttoda deb va'da qilishayotgan bo'lsa, bilingki, uni ustida 38% nalog bor. Ya'ni uni ayirib tashlagan holatda hisoblashingiz to'g'ri kerak bo'ladi. Litvadagi ayrim soha mutaxassislarining soatiga qancha topish haqidagi ma'lumot. Birinchi o'rinda shuni ma'lumot sifatida aytib o'tmoqchimanki, Yevropada, nafaqat Litvada soatbay hisoblanadi. Ya'ni kunbay emas. Falon kun ishladim, falonchi hafta ishladim yoki falon oy ishladim degan tushunchalardan yiroq bo'lish kerak. Yevropada ishlagan soatingizga pul hisoblanadi. Deylik, haydovchilar. Haydovchilarning soat stavkalari ularni tashiydigan yuki, ya'ni ular nima tashiydi, aynan shunga qarab. Agarda haydovchilar, SY haydovchilari, SY kategoriya haydovchilari tentovka prinsipi bilan yuradigan bo'lsa, ularni soat nimalari 70 yevrodan boshlanib 100 yevrogacha bo'ladi. Agarda xolodilnikli, ya'ni ref bo'ladigan bo'lsa, refda nisbatan ko'proq, ya'ni 80 yevrodan 100 yevrogacha. Agarda haydovchi o'sha SY kategoriya haydovchilari avtovoz, ya'ni mashinalarni tashiydigan yuk mashinasi bo'ladigan bo'lsa, ularda mutlaqo boshqacha. Ularda 110 yevrodan 130 yevro atrofida bo'ladi. Haydovchilarda kunlik hisoblanadi. Chunki nima uchun kunlik? Haydovchilarni ish soatlarini tartibga solish, ularni ish soatlarini nazorat qilish uchun politsiya xodimlari bor. Undan tashqari o'sha logistika markazlarida maxsus tekshiradigan xodimlar bor. Haydovchilarni kunlik ish soatlari normalashtirilgan. Ya'ni ular bitta yo'nalishga chiqqanda 4,5 uzog'i 5 soatgacha yo'nalishda harakatlanishlari mumkin. Undan keyin majburiy pauza qilishlari kerak, dam olish vaqti bor. Undan keyin yana qayta yo'nalishga chiqishlari mumkin. Umumiy olganda kunlik ish soatlari ma'lum soatdan o'tish kerak emas. Taxminiy aytaman, taxminan 12-13 soatdan oshish kerak emas. Dam olish soatlari va ishlagan soatlari bilan hisoblaganda umumiy ish uchun sarflagan soatlar. Shuning uchun ularda bu kunbay hisoblanadi. Endi Litvadagi boshqa sohalarga keladigan bo'lsak, deylik, payvandchilar, ya'ni svarshki. Agar malakali svarshki bo'ladigan bo'lsa, dastlab ular ish soatlariga pastroq oliy olishadi. Deylik 8 yevro. Ma'lum o'sha sinov muddatidan o'tganidan keyin ularning soat stavkalari oshadi. 8, balki 9, 10 yevrogacha oshishi mumkin. Undan tashqari malakali quruvchilar. Malakali quruvchi, o'zi umuman quruvchi deganda shuni tushunish kerakki, ko'p qurilish kompaniyalari, mana hozir o'zimizda ham, O'zbekistonda ham shu narsa juda ham rivojlangan, ko'p qurilish kompaniyalari ma'lum bir proyektni olganda uni tuproq ishidan tortib kalit topshirishgacha bo'lgan jarayonda qatnashadi. Bu degani qurilish kompaniyasi xodimlari, ya'ni o'sha kotlavandan boshlab
tom yopib, fasadlarni bitirib, kaliti topshirgungacha o'sha yerda o'z ishlarini olib borishadi. Quruvchi degani umumiy tushuniladi. Ya'ni quruvchi faqat bitta pozitsiyada yopishib olgan bo'lishi kerak emas. Bizga murojaat qilishadi ko'pchilik. Misol uchun quruvchilar haqida e'lon bergan bo'lsak, bizga ya'ni ichki ishlarni qiladigan, ya'ni отделка ishlarini qiladigan ustalar murojaat qilishadi yoki faqat fasad ishlarini qiladigan ustalar murojaat qilishadi. Endi biz ulardan hujjat oladigan bo'lsak, lekin ish hali kotlovanda bo'ladigan bo'lsa yoki beton quyish jarayonida bo'ladigan bo'lsa, u ishchilar agar adolatdan olib qaraydigan bo'lsak, keraksiz bo'lib turishadi. Sababi ular ichki ishlarda yoki fasadda ishlashgan. Ya'ni u etapga hali yetib bormagan obyektda ular shunchaki keraksiz bo'lib qolishadi. Quruvchi deganda ham betonda, beton quyish jarayonlarida, armatura to'qish jarayonlarida, o'zi umuman boshqa o'sha qurilish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda qatnasha oladigan malakali mutaxassis bo'lish kerak. Ularni ish soatlariga stavkalar belgilangan. Boshlang'ich 8-9 yevrodan boshlansa, keyinchalik u 12, balki undan oshadi yevro deb hisoblasak. Endi quyiroq pozitsiyaga tushamiz. Quyiroq pozitsiyada birinchisi ishlab chiqarish xodimlari. Ishlab chiqarish liniyasida ishlab chiqarish xodimlari ma'lum bir pozitsiyani egallashadi. Deylik, kimdir umumiy ishchi vazifasini bajaradi. Umumiy ishchi qadoqlash, ajratish, ya'ni sortirovka qilish yoki boshqa ishlarni bajaradi. Kimdir stanok operatori bo'ladi. Kimdir ishlab chiqarilayotgan mahsulotni sifatini nazorat qilish, ya'ni OTK, ya'ni отдел kontrolida ishlaydi. То есть har bitta pozitsiyada har bitta xodim o'zini ma'lum darajada ishini bajaradi. Va ularning ish soatlari ham normalashtirilgan bo'ladi. Shuning uchun ularda unchalik katta stavka bo'lmaydi. Ya'ni deylik 5 yevrodan soatiga boshlansa, sinov muddati o'tgandan keyin ishga yaxshi moslashib ketgandan keyin 8 yevrogacha borishi mumkin, balki 9 yevrogacha borishi mumkin. U korxonaning obyomi, korxonaning darajasi, korxonaning ishlab chiqarilayotgan mahsulotga bog'liq. Keyingisi bu oshpazlar. Oshpazlar ularda ham xuddi shu. Endi O'zbekistonda ko'pchilik milliy taomlarni pishirib o'zini oshpaz deb hisoblaydi. Shu yo'q, ular ham oshpaz hisoblanadi. Lekin Yevropada bu tushuncha o'zi umuman boshqa tushuncha. Yevropada restoranlarning o'zining segmenti bor. O'zining darajasi bor, ya'ni. O'sha darajaga muvofiq ravishda taom tayyorlashni bilish kerak. Texnika bezopasnosti bilish kerak. O'zining reglamentlari va o'shalarni hammasini bilgan holatda bo'ladi. O'rta pozitsiyani oladigan bo'lsak, o'rta pozitsiya deyilir, u 5 yevrodan boshlasa, sinov muddati o'tgandan keyin taxminan 8 yevrogacha boradi. Litvada hozirgi vaqtda Litvada o'zi umuman ishlash niyatida bo'lgan insonlarga hozirda 2 xil ravishda hujjat rasmiylashtirildi. Birinchisi bu VNJ kartasi bo'lsa, ikkinchisi bu Litva milliy vizasi, milliy D vizasi. Litva VNJ kartasi 2 yilga beriladi. D vizasi esa 6 oydan 1 yilgacha bo'lgan muddatda beriladi. Eslatib o'taman, siz Litva VNJ kartasiga hujjat topshirasizmi yoki Litvaning milliy D vizasiga hujjat topshirasizmi? Shuni unutish kerak emas. Har ikkalasiga viza markaziga hujjat topshirganingizdan keyin Litva migratsiya xodimlari bilan video orqali suhbat bo'ladi. Agarda siz umuman til bilmasangiz, agarda sizni ish malakangiz bo'la turib o'sha narsani Litva migratsiya xodimlariga tushuntirib bera olmasangiz, 100% sizga ushbu hujjatlarni olishingizda отказ berishadi. Litva qonunchiligi bo'yicha kunlik ish soati kamida 8 soatni tashkil qiladi. Haftalik 40 soat va undan yuqori bo'lishi mumkin. Yillik mehnat ta'tili bu 20 kunni tashkil etadi. Sinov muddati 3 oy. Endi sinov muddatidan o'tganimdan keyin oyligim oshadimi yoki ishdagi pozitsiyamni o'zgartirsam bo'ladimi degan savollar bo'ladigan bo'lsa, birinchidan oylikni oshirish bu faqatgina ish beruvchiga bog'liq. Biror bir bandlik agentligi yoki biror bir shaxs sizga bu narsani va'da qila olmaydi, faqatgina ish beruvchi. Ish beruvchi agar o'zgartirishga rozi bo'lsa, o'zgartirib berish mumkin. Endi ish joyini o'zgartirishga keladigan bo'lsak, qonuniy ravishda faqat 6 oydan keyin
ish beruvchini almashtirish imkoniyatingiz bor. Ijtimoiy moslashuv. Litvada litva tilini bilish majburiy emas, chunki aholisini katta qismi rus tilini bilgani va Litvada litvalik ruslar istiqomat qilganini hisobga oladigan bo'lsak va Litva Belorussiya bilan chegaradoshligini hisobga oladigan bo'lsak, Litvada rus tilini bilishni o'zi kifoya qiladi. Agarda Litva tilini biladigan bo'lsangiz, bu undan ham yaxshi. Litvadagi uy-joy va ijara narxlari bo'yicha ma'lumot. Litva poytaxtini oladigan bo'lsak, Vilnyusda bir xonali kvartiraning narxi taxminan 400 yevrodan 600 yevrogacha tashkil qiladi. Endi Vilnyusdan tashqarida chetroq regionlarda bo'ladigan bo'lsa, u taxminan 250-300 yevroni tashkil qilishi mumkin. Endi bir xonali kvartira bo'lgan taqdirda ham u yerda ikkita yoki 3 ta odam birga yashaydigan bo'ladigan bo'lsa, u nisbatan yengilroq bo'ladi. Shuni ma'lumot o'rinda aytib o'tmoqchiman. Hozirgi vaqtda Litvada ofitsialni 12,5 mingdan ko'p O'zbekiston fuqarolari istiqomat qilishadi va mehnat faoliyatini yuritishadi. Agarda siz Litva davlatida ishlamoqchi bo'lsangiz va siz ishonchli konsalting xizmatlaridan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Malakali mutaxassislarimiz sizga bunda yaqindan yordam qilishadi. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiring. Har bitta savolingizga keyingi sonlarda batafsil javob beramiz.